Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh muhtaram aziz birodarlar. Alloh taolaga beadad hamd va sanolar bo'lsin. E'lon qilganimizdek mana Toshkent viloyati Toshkent tumani Hazrat Bilol jome masjidida 9-avgust kuni mahallalarimizda qiynalgan, nogironligi bo'lgan, muhtoj bo'lgan xonadonlardan xabar olish maqsadida xayriya karvonini e'lon qilgan edik. Alhamdulillahi robbil alamin, bugun 9-avgust. Mana shu xayriya karvonimizni inshaalloh hozir safarga chiqishlik asnosida turibmiz. Bu karvonimiz nihoyatda o'zgacha bo'ldi birodarlar. Bu karvonimizga hissa qo'shgan azizlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Nimasi bilan boshqacha bo'ldi bu karvonimiz? Bu karvonimizda shunchalik xalqimiz muhabbatli ekanki, ihson qilishlikka Alloh rozi bo'lsin. Aksariyat insonlarimiz berayotgan ihsonlarni hech kimga bildirmasdan, qarang, hech kimga bildirmasdan ihson qilganlar nihoyat ko'p bo'ldi. Ba'zi bir do'stlarimiz bo'ldiki, ota-onalarimizni haqqiga duo qilsin qoraka deb qo'ylar bergan, mollar bergan. Va ba'zi bir do'stlarimiz borki, ota-onalarimizni Alloh rahmatiga olsin deb ihson qilgan birodarlarimiz ko'p bo'ldi. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Mana shu qilayotgan ihsonlardan Alloh taoloning o'zi inshaallohul karim o'zlariga ham va ota-onalariga ham savoblarni ko'paytirib bersin inshaallohul karim. Azizlar, ihson qilishlik borasida doimo biz o'rnak bo'lmog'imiz kerak, namunali bo'lmog'imiz kerak. Zero Rasululloh sallallohu alayhi va sallam shunday dedilarki, ihson qilishlik bilan sadaqa qilishlik bilan mol kamaymaydi dedilar payg'ambar alayhisalom. Qarang, tiriklik chog'imizda Allohning yo'lida ihson qilyapmiz. Allohning yo'lida qarang, shuncha ihsonlar bo'layapti. Har bir birodarlarimiz olib kelib beryapti qo'llaridan kelgan narsalarni. Alloh taolo hammalaridan rozi bo'lsin. Alloh taolo hammalarini kasbkorlariga baraka bersin va Alloh taolo hammalarini nima niyatda qilgan bo'lsa ihsonlarni Alloh taolo qabul qilsin inshaallohul karim. Alloh taolo hammalarimizni ikki dunyo saodatiga o'zi yetkazsin va doimo ihson qilguvchi insonlardan bo'lmog'imizni Robbimiz nasib ro'za aylasin inshaallohul karim. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ana az ko'ramiz, tarix bo'layapti. Yo'q, joyda olib kelib, sizga mana kelib qoldirasiz. Kerakchi? Hammadan. Hattoki mana ikki tane olib berardik-ku. O'zbekistonda qatnashib o'tgan havozning rozi bo'l. Ularga topayotgan mol dunyolarga, umrlarga, sizlarga baraka ber. Bu ihsonotlarni o'tganlar uchun sadaqa joriya qil. O'zlari uchun jannatga hujjat qil. Hammalari uchun